Bo'lmasam bismillahirrohmanirrohim. Ana bundan buyoq endi hurmatli Makka akamiz chorvadorlik bilan, chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Mana elektrojodular, karcher, mana bunaqa yer haydaymiz. Dehqonchilik bilan shug'ullanamiz oxirida. Bundan buyoq endi dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Hali unaqa qishloq xo'jalik texnikalarini ham mana yo'lga qo'ydik xohlasa inshaalloh. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljon o'z kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda bunaqangi elektromotorlar, elektroskuter, bundan tashqari qishloq xo'jalik texnikalari izlab yurgan aka-ukalar. Bugun biz vodiyda ma'lum mashhur o'zlarini klientlarini eng so'nggi yangiliklar bilan xursand qilib kelayotgan Zamin savdo markaziga yetib kelganmiz. Xohlasa Zamin savdo markazi ko'pchilik bilishadi. Elektromotorlar, elektroskuterlari eng arzon Optim birinchi qo'l, eng arzon Optim joyi sanaladi. Inshaalloh bundan buyog'iga Zamin savdo markazida nafaqat elektromotorlar, elektroskuterlar, undan tashqari yangilik yo'lga qo'yishdi. Naqangi elektrojodu, karcher, undagi motoblok, kultivatorlar, xulos kalam qishloq xo'jalik texnikalarini ham topishimiz mumkin inshaalloh. Zamin savdo markazi o'sha o'zlari birinchi qo'l olib kelishni boshlabdi inshaalloh. Sizlarga bugun narxlarini, qanaqa texnikalar bor, qishloq xo'jalik texnikalari, undan tashqari yana nimalar bor, shular haqida chiroyli video rolik qilgani Zamin savdo markaziga yetib kelamiz. Inshaalloh bugun sizlarga mana qishloq xo'jalik texnikalari, undan tashqari elektromotorlar, skuterlar narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsangiz, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasi bor, shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Bundan hurmatli obunachilar, xohlasa Zamin savdo markazida shu elektromotorlar, skuterlar bo'yicha ham birinchi qo'l o'zlari olib kelishardi. Xohlasa Optim joyida assortiment ham o'ta ko'p edi. Endi bundan buyog'iga bunaqangi qishloq xo'jalik texnikalarini ham xohlasa olib kelishni yo'lga qo'yishdi inshaalloh. Mana shu qishloq xo'jalik texnikalari bo'yicha ham aloqaga chiqarasizlar. Qanday, nima mahsulot, nima kerak, shular haqida batafsil bugun imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ekranda nomerlar bo'ladi. Uzoq yaqinga mo'sh bo'lganlarga lokatsiyasini Iqboljon deb nomlangan Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Demak, sizlar ko'p kutilmagan holda videomizni boshlaymiz. Ana hurmatli obunachilar, xohlasa videomizni boshlaymiz. Bu yerda assortiment o'ta ko'p, benzinli, elektronli o'ta assortiment ko'p. Hammasini bitta videoga sig'dirish qiyin. O'shaning uchun bugun sizlarga e'tiborlarga xohlasa bugungi videosimizda mana bunaqangi benzinli motorlar, undan tashqari qishloq xo'jalik texnikalarini ham shunga qo'shib yuboramiz, xohlasa. Albatta Iqboljon aka. Assalomu alaykum. Zamin savdo markaziga xush kelibsiz. Siz ko'rganimizdan juda ham xursandmiz, xohlasa. Rahmat. Xohlasa qishloq xo'jalik texnikalarini ham yo'lga qo'yyapsiz. Albatta, xohlasa kuzgi mavsumimizga mo'ljallangan mana qishloq xo'jaliklari aka. Benzinli mana motorollerlar, elektronli motorlar siz bilan birgalikda Iqboljon o'z kanaliga xudo xohlasa to'liq ma'lumot beramiz. Obunachilarimiz mazza qilib ko'radigan xudo xohlasa video bo'ladi inshaalloh. Xohlasa birinchi turlar cho'tiramiz Iqboljon aka. Gap yo'q. Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'ondan kelganda Zamin savdo markazi yo'lning o'ng qo'l qismida mana ko'rinish beradi. Boboshbek savdo kompleksining kirish qismida burchakda joylashgan. Qo'qon shahar Uchko'prik markazidan kelganda Zamin savdo markazi yo'lda mana chap qo'l qismida xudo xolasa ko'rinish beradi. Mana yo'lda bo'yiga o'zi qishloq xo'jaligi mana texnikalari, mini traktorchalarimiz, xudo xolasa motorlarimiz. Mana benzinli motorlarimiz xudo xolasa yo'lda bo'yiga ko'rinib turadi. Mijozlarimiz adashmaydigan holatda xudo xolasa. Inshaalloh. Zamin savdo markazi juda ham ko'p hozir yangiliklar, juda ham ko'p xudo xolasa motorollerlar, keng assortimentda benzinli to'plar xudo xolasa siz bilan birgalikda 3 qismga bo'lib tanishtiramiz inshaalloh. Xudo xolasa mana motokultivatorlarimiz bilan tanishtiramiz. Kentavr modelimiz mana xudo xolasa motokultivatorimiz. 7 ta kuchiga ega bo'lgan motokultivatorimiz. Bu modelimiz xudo xolasa nasib bo'lsa mijozlarimizga dastavkasi ichida yetkazib berishlari bilan xudo xolasa optim narxlarda qilib beramiz Iqboljon aka. 3.800.000 so'mdan yetkazib O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. 3.800.000 so'm. Albatta. Bu rasxodlari qanaqa bo'ladi bu? Rasxodlari juda ham ekonomik bo'lgan modellarimiz bu. Soatiga 350 grammdan 400 gramm benzin rasxod qiladi. Soatiga bo'ladi. Bular motoriga qarab turib va quvvat kuchiga qarab turib, misol 2 litr yoki 1.5 misol
baychok qismi oladigan Ha. nimasi. Benzin bak 2 litrdan 2,5 litrgacha oladi, ha, bu narsalarga. Lekin men rasxodga keladigan bo'lsak, men ot kuchiga qarab turib 150 gramm, 200 grammga Nima qilaveradi? farq qiladi. Farq qiladi. Katta kichkinalarini. Ha. Xudo xolasi karcherimiz Ha. 6,5 million so'mdan 3 fazali Ha. karcherlarimiz kafolati, garantiyasi bilan. 3 baza. O'zbekiston bo'yicha 6 million so'm yetkazib beramiz. Ha. Mo'yki ukalarimiz, akalarimizga mo'ljallangan, bu juda ham eng sifatli kafolatli. Garantiyalargacha beramiz. Narxi qancha o'shanda bunimizni? Narxi 6 million so'mni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. 6 Sizlar bilan million so'm. dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha tekin, mutlaqo Gap yo'q. 6 yetkazib million. beramiz. Drabilkalarimiz xohlagan joylarni ko'rib olishsin. O'zbekiston bo'yicha 2,5 million, 2,6 million sotishyapti. 2,2 million, 2,3 million so'mdan dastavkachi yetkazib beramiz. Gap yo'q. Drabilkalarimiz Xitoy. Mana tishlarini bitta ko'rsatib o'tamiz mana bu yerda. Ochamiz. Mana bu yerda o'zini shu zavodskiy nimasini ko'rsatib o'tamiz, ha. Ko'rsatamiz mana tishlarini. Razmerga olishlari mumkin. Mana ko'tarib 6 tishlilarni xolasa. 220 ham 3 fazasi ham bor. Bu motori kattasi lekin. Buni 3 bazaga ishlaydiganmi, 220 mi? Bu nimaga narxi arzon deyishi mumkin? Bu motori kattasini. Kichkinalarini 2,5 million, 2,6 million sotishyapti ekan motorga. Bizda motori kuchliroq, mana tayinga ko'rsatib o'tamiz. Katta motor qo'yilgan tayinga. Bemalol kafolati bilan xolasa qilib beramiz. 2 million 800, 3 milliondan kam sotilgani yo'q Evoljon aka. Zamin savdo markazida motokultivator qishloq xo'jalik texnikalariga aksiya qilib beramiz xolasa. Gap yo'q. Bu bizning to'g'risi birinchi savdomiz, Evoljon aka, to'g'risi narsalar olib kelishimizni. Ochiq, xato kamchiliklar bo'lishi mumkin. Mijozlarimizni so'raymiz hozir, lekin narxlarida juda ham yangiliklar xudo xolasa ko'p. 2 million 200 ming O'zbekiston bo'yicha dastavkasi mana. Gap yo'q. Makka keladigan yerda ichida haydaydiganlar. 1 million 200 ming so'm, 1 million 100 ming so'm O'zbekiston bo'yicha bularning dastavkasi ichida. 1 million 100 ming so'm. O'zbekistonda istalgan chekkasi yetkazib beramiz xolasa. Gap yo'q. Endi bu yoqda ham boshqacha modellardan ham kelgan, Evoljon aka. Motokultivatorlarimizda xudo xolasa bir 15 xilga yaqin modellari, 15 xilga yaqin xudo xolasa mana otaxonlarimiz biz Andijon viloyati Paytaxt tumanida xudo xolasa kelishdi otamiz. Kabinali mana motorollerni xarid qilishdi. Dastavkalari ichida xudo xolasa otaxonga dokumentlarni yozib, xudo xolasa yetkazib beryapti. Otaxon xursandmiz xudo xolasa. Narxlar ma'qulmi, Hojibo? Ma'qul. Ha, yaxshi. Yaxshi. Nasib qilsa yaxshi kunlaringizga mining, Hoji tog'a. Sog' bo'ling. Xudo xolasa aka nasib bo'lsa. Nimasini nomerini tashlab olsa. Bo'l. Evoljon aka, mana Zamin savdo markazi sotuvga to'g'risida mana Sertifikatlar bilan, xudo xolasa mana fakturalari bilan xudo xolasa otamizga xudo xolasa qilib beramiz. Gap yo'q. Hoji tog'a yaxshi kunlaringizga mining. Nasib qilsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, xudo duo qiltiradilar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Mana bu yoqda Kentavr modelimizning kattasi mana, benzinlilarimiz Evoljon aka. 4,5 million so'mdan 4 million so'mgacha yetkazib beramiz. Ha. Endi mana bunaqa yangilarimiz Evoljon aka. Xohlasa buni bilasiz, motorolka minishlari ham mumkin, qo'yib misol narsalarini. Bu narsalargacha bor, qilib beramiz. Xohlasa, biz to'liq yig'ib usvet qilganimiz yo'q, xo'jaliklarimiz endi xohlasa yig'ib qilamiz. Mana Evoljon aka, xohlasa bu modelimizni 8 million so'mdan O'zbekiston istalgan chekkasiga yetkazib beramiz. 8 million so'mdan. Albatta. Bularimiz 12 ot kuchiga ega bo'lgan, xudo xolasa, modellarimiz xudo xolasa. Yerda ichida yurib, yerda misol nima qiladigan bir xil modellar ishlaydigan modellarimiz xudo xolasa. Rasxod 300 gramm rasxod qiladi soatiga. Soatiga 300 gramm. Albatta. Bu modellarimizni olgan mijozlarimiz bemalol xudo xolasa maza qilib qishloq xo'jaligida foydalanishlari mumkin. Skorlar 3 skorli bo'ladi mana bu yerda. O'ta ham zo'r bo'lgan modellarimizdan biri. Gap yo'q. Endi mana bu yoqda nima desa bo'ladi? Mana karcherlarimizni kattasidan tortib kichkinasigacha bor. Qilib beriladi. Mana bunday yashiklar bilan kelgan, ochib qolsa, nima qilib beriladi, behijolat. Olaman degan mijozlarimizga xohlasa konteyner bo'yicha Evoljon aka optim narxida yana ham bu narxda chegirma qilib berishimiz mumkin. Adish ishlayman yoki bir shu bir soha bilan shug'ullanaman degan mijozlarimiz bemalol chiqishaversin. Optim narxida любой joyini ko'rsin, shu joydan tushib beramiz Evoljon aka. Xudo xolasa. Behijolat. Inshaalloh. Soni misol chegaralanib qolgan yoki tugab qolgan degan narsa yo'q. Motoroldan tortib, misol nimasidan tortib, traktordan tortib, va kichkinalarni, kattalarigacha bor texnikalar. Behijolat qilib beramiz. Albatta, xudo xolasa qilib beramiz. Ehtiyoj qismlari ham topiladi-a? Ehtiyoj zapchaslari hamma yo'g'i bor Evoljon aka. Zapchasida muammo yo'q. Bo'ldi-da.
bemalol Inshaalloh. zapislarni so'rashlari mumkin. Garantiyasi bormi degan mijozlarimiz ko'p deydilar. Bu narsaga kam kafolat berilar ekan. Ha. Zamin savdo markazidan kafolatigacha beriladi hozir. Garantiyasiga yetib beriladi. Albatta garantiyasigacha beriladi. Gap Bu yo'q. klientga sotib o'tkazib olish emas, kafolatigacha tanlovni yozib beramiz. Inshaalloh. Xullas keling, mana hurmatli obunachilar, mana Zamin savdo markazi endi bundan buyog'iga ona chanaga elektrojodi nimalar, motobloklar, mana shunaqalarni ham qishloq xo'jalik texnikalarni ham eng arzon narxlarda sifatlilarini topishingiz mumkin. Xohlasa ekranda nomerlar bilan aloqaga chiqib ko'rasizlar gadini hozir. Mana hurmatli obunachilar, endi Bojon aka mana qishloq xo'jaligini xudo xolasa ozmi ko'pmi tanishtirdik, xudo xolasa qo'limizdan kelganicha, xudo xolasa. Yana agar ma'lumot olmoqchi bo'lsa, to'liq Telegram orqali yoki ijtimoiy aloqalar chiqsalar, WhatsApp, Telegram, WeChat orqali bemalol ma'lumotlar beriladi, to'liq ma'lumotlar xudo xolasa. Hali tashlab beramiz. Endi mana benzinli motorlarimiz to'liq siz bilan xudo xolasa 25 xildan 30 xilgacha modellari bor xudo xolasa aka, biz bilan birga tanishtiramiz. 1,5 tonnani ko'tarishga mo'ljallangan pol kabin oldida mana lavoylari bilan qilingan model 250 kublar. 1 tonnadan 1,5 tonga chukka bemalol ko'taradi. 23 million so'mdan O'zbekistonda istalgan chekkasi yetkazilib beradi. 23 million so'mdan. Buning ichida zapas balon, dankiratgich hamma yo'g'i beriladi hozir. Xudo xolasa. Bu nimaning ichida xudo xolasa bemalol bolt razmerlar 2 metrga 1.30. 2 metrga 1.30. Albatta. Bemalol 1,5 tonna, 2 tonna olaveradi 1,5 tonnani. Javob beramiz buni. Albatta. Rasxodi qanaqa bo'ladigan bo'ladi? Rasxodi 100 kilometrga 5,5 metr rasxod qiladi. Yuk bilan, ya'ni naql Yuki bilan yurganda. Agar yuksiz holat bo'lsa 4,5 metr rasxod. 4,5 ta. Endi pol kabinali zavodskoy zontikli bo'lsa degan mijozlarimizga zontikli variantlari. 2 tonnalisi ham bor, samasvarli 3 tonnalisi ham bor. Samasvar. Albatta. Tepa bir ham pol kabina bo'lyapti. Pol kabinasi eshigini shuni o'zlari moslab olishlari mumkin. Bojon aka chiqib bemalol mana bu yerga chiqib eshiklarini qo'yib moslab olishlari mumkin. Bemalol. Bu motorlar qanaqa bo'ladi, motorlar? Motor quvvatlari 250 kubli bo'ladi. 250 kub. 100 kilometrga 7 litr rasxod qiladi bular. Pol kabinalarga. Sal ko'proq rasxod qiladi. Misol o'zini holatiga yarasha narsalar. Yuk ko'tarish quvvati qancha bo'lsa 2 tonna yuk ko'taradi. 2 tonna yuk ko'taradi. Albatta mana bu yerda bortlari chuqur ekan. Panjaraga moslab ketilgan bu yerda. Ha, bemalol panjara nima qo'shimcha yana qo'shib olsa bo'laveradi. Rasxod bo'lgandan keyin bojonaga biroz magnitofon, hamma yoq avtomatlashgan bo'ladi bular pol kabinalar. Bunaqangi qo'yilmaydi, unga o'xshab zont qo'yib berilmaydi. Sotilgan ochiqlariga zont qo'yib beryapmiz, baland qilib. Qangi bular zavodskoylar butun bo'ladi, o'zi bilan. O'zi bilan. Bularni O'zbekiston bo'yicha 30 million 500 ming so'mdan yetkazib berib turibmiz. Bu samasvarsizini. Samasvar. Buni samasvarligi ham bor. Shu modelimiz samasvarlisi ham. Hozir buni 30 million 500 ming so'm. Samasvarli olmoqchi bo'lsa 32 million so'mga xarid qiladi. 30 modellarimiz samasval variantlari ham bor. Gap bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi-da. Endi panjarali modellarimiz ko'rsatib o'tamiz. 220 ga 1.40 razmer, bolt razmeri. 220, 2 metrdan ham oshib olganda. Katta kichkinasi hamma zapas bilan dangil kuchlari bo'ladi. Emasda. Albatta. Mana o'shalik bu narsa soladigan joy, ha, bu qutcha. O'tirib oladi, sidinatayda u narsalar soladigan joylarigacha qo'lingan. Mijozlarga bemalol xohlasa bularni qilib olgandan keyin o'zlari tekshirib ko'rib olishlari mumkin. Bitta ko'rsatib qo'ying. Obunachilarga mana shu nimalari, karatlarigacha olingan. Endi obunachilar nima kerak bo'lsa 2,5 tonna, 3 tonna ko'tarishga mo'ljallangan bu panjarali degan modelimiz. 250 kubli tanlab olishga Bojon aka katta kichigina panjarasini necha pul qilib berishimizni xohlaysiz? Necha pul qilib beramiz? Bu narxlarimiz 27 million, 26 million sotilgan. Hop. Dastlabkasi O'zbekiston bo'yicha 26 million so'm yetkazib beramiz. 26 million so'mdan. Albatta, 2,5 tonnada 3 tonna ko'taradiganlarini. Ikkalasi ham. Albatta. Radiator antifrizli bu Bojon aka. Misol o'zini o'zi sovutadimi yo'qmi degan. Albatta, ventilyatorlari, antifriz nimalari, xolos sistemalari motor qilingan. Gap yo'q. Zongshen motor. Dongshen motor, mana Dongshen motor ko'rsatib qo'ydi. Normal obunachilar, Dongshen motor, bunisi 200 kub, bunisi 250 kub. Ikkalasi ham panjalari mana. Bu panjarasini 200 kublisi ham bor, 250 kublisi ham bor. Panjarasini yechib qo'yib foydalansa ham bo'laveradi, xolos. Albatta, yechib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Bo'lmasa o'shali chorva toshiyman, bu narsa o't toshiyman deganlarga rosa qo'l keladi. Haqiqiy pul topar texnika, hurmatli obunachilar mana. Biroz endi bunga o'sha bundan buyog'iga o'sha A prava bilan, kategoriya prava bilan kategoriya bilan haydaladi. Haydaladi. Albatta, benzinlarimiz hammasiga. Benzinlar hammasi. U oldindan o'zi shunaqa edi. Lekin to'kinlarimizga hozirdan oktyabrdan bemalol xohlasa A kategoriya bilan borib, misol o'qib olishlari mumkin xohlasa. 26 million so'mdan xohlasa nima qilib beraveramiz? 26 million so'mdan vodiy bo'yicha emas, O'zbekiston bo'yicha. Bojan aka. Keyin yana bitta narsa.
Bu benzinlarda garantiyalari qanaqa bo'ladi keyin? Kafolati 6 oy motorga garantiya yozib beradi. 6 oy motorlar. Albatta. Ko'p mijozlarimizni Zamin savdo markazida faqat vodiy bo'yicha muddat to'lovga olishlar nimasi ko'p uchrab turadi. Endi O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha muddatli to'lovga olaveradi. Qilishimiz Zamin savdo markazidan. Onlayn qanaqa nima qiladi? Qana rasmiy? Onlayn mijozlarimizga xudo xolasa kol senterimizga bog'lansa, tartib qoidalarini tushuntiramiz. O'zini xohlasa xohlasin, xohlasa Surxondaryo, xohlasa Buxoro, xohlagan viloyatdan chiqsa, o'sha viloyatlar o'zidan yetkazib beramiz. Ha, Kanadadagi kerak so'zlari tushuntiriladi. Albatta, hujjatlarni taqdim qiladi, faqat ish joylari bo'lishi kerak. Ha, ish joylari bo'lishi kerak, a? Albatta. Yoki misol amaki-akalarimiz pensioner, yoki aka-ukalarimiz bu tashkilotlarda yoki bir nima bo'lish kelsa, xudo xolasa bemalol qilib beramiz. Gap yo'q. Bosh to'lov bormi yoki misol 50% pulim bor degan mijozlarimiz ko'p bo'ladi. Xohlasa bosh to'lovli holatda, oyligi shaxsiy deydigan bo'lsa, xohlasa 50% to'lov qilsa yoki 60%, 30% to'lov qilsa, Qolganini bo'lib to'lashga berilaveradi. Ne to'lga benzinlar, to'klilargacha bo'lgan ekan. Gap yo'q ekan, albatta onachilar. Endi respublika bo'yicha ham muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin ekan. Qishloq xo'jaligi texnikalarigacha bo'lgan. Ha, qishloq xo'jaligi texnikalarini ham xarid qilaveradi. Bu faqat bu nimalarimizga, motorolarimizga tegishli emas, qishloq xo'jaligi nimalarimizga xolos. Qishloq xo'jaligi texnikalariga-mi? Albatta, mijozlarimiz chiqishlari mumkin. Endi mana bu yoqda mana Iqboljon aka panjaralar madanimiz katta 2,5 tonna ko'tarish uchun mo'ljallanganlar. Mana 30 million so'mdan yetkazib beramiz. 30 million so'mdan. Albatta. Burtlarni narilarga nisbatan ancha chuqur ekan lekin bu. Ancha chuqur panjaralari katta bo'lgan model. Kattagina, hurmatli obunachilar. Birinchi 250 kubli Iqboljon aka modelimiz. Motor qismi 250 kub. 250 kubli. O'sha o'zini radiator transport qilingan, hamma yo'q. Balonlar 500 bo'ladi. Bort razmerlar 220 ga 140 bort razmerlar. 220 ga 140. Albatta. Balandligi ham bordir, bir 80-90 a? Balandligi Iqboljon aka 80-90 emas, 130 sm. 130 mi? Chuqurligi a? Albatta. Gap yo'q ekan. Uncha yukni ko'rdim demayapti to'raganda. Bemalol minishlari mumkin. Endi mana bu yoqda 1,5 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallanganlari bor Iqboljon aka. 22 million 500 ming so'mdan qilib beramiz bular. 22 million 500 ming so'm. Albatta, yetkazib qilib beramiz. Bunisi? Bunlarimiz 30 million so'mdan. 30 million so'mdan. Gap yo'q. Bular dastlabki xizmatlari ichida Iqboljon. Ichida. O'zlarsiz Zamin savdo markazida dastlabki xizmatlari mutlaqo O'zbekiston bo'yicha bepul holatda davlat yetkazib beriladi. Gap yo'q. Mana bu yoqda benzinlarimiz endi siz bilan birgalikda samasval variantlar 220 ga 140 zavodskiy samasvallar mana bu yoqda. Yangicha modelda kelgan. Kabinalarimiz bor edi, tugab qoldi Iqboljon aka. Mana bu yoqda shularda kabinalar variantlari ham kelgan edi, tugadi ularimiz bo'lib. Faqat pol kabina zontikli modellarimiz qoldi. 250 kubli. 2,5-3 tonna yuk ko'taradi. Ikkalasi ham. Albatta. Ikkalasi mana bu yoqda. Ikkalasi ham samasval. Ikkalasi ham samasval. Rushnoy, panejnik hamma yo'g'i bor mana. Magnitofon, audio sistemalari mana 120 ga chiqadi tezlik bo'ladi. 3 xil rangda kelgan bularimiz. Sotida bor. Bemalol zavod pol kabinalarimiz. 32 million so'mdan tortdi. 32 million so'm. 31,5 million so'mdan yetkazib beramiz. 500 ming skidkasi bilan. Iqboljon uz kanalidan chiqdik desa mijozlarimiz. Ha, gap mana hurmatli obunachilar. Kanallardan ham ko'p misol nimalar ma'lumot beriladi bilasiz Iqboljon aka. Iqboljon uz kanalidan chiqsa 31,5 million so'mdan bu modellarimizni samasval versiyasi lekin Iqboljon aka. 31,5 million so'mdan mana hurmatli obunachilar samasval. Nechta tonna ko'taradi shunda? 2,5-3 tonna ko'tarish. 2,5-3 tonna. Silindrlari ko'rinarmikan bu yerdan? Silindrlari ko'rinmaydiganda. Xohlasa qo'sh balonli qilib beramiz Iqboljon aka mijozlarimiz. Yana ham baquvvat qilib. Albatta, qo'sh balonlardan juda ko'p talab istaklar tushyapti. Qo'sh balonlar 3 tonnali bo'ladi, 4 tonnali bo'ladi. Ha. 260 bo'ladi bort Iqboljon. Bort ham a? Qo'sh balonlarni ham bemalol mijozlarimiz so'rashaversin, hozir qilib beramiz. Keldi Zamin savdo markazi sotuvda mavjud. Gap yo'q. Bexijolat. Benzinlarimizda hozir Iqboljon aka juda ham yangiliklar ko'p. Xohlagan modellardan olishlari mumkin. Mana silindrini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu qizil mana shu silindri bo'ladi o'sha. Samasval o'sha ko'tarib tushiradi. Buni benzin rasxodi qancha deb so'ramaysan. Ha, shunisi esdan chiqib qoldi. Endi so'rayman. Benzin rasxodi 7,5 ta rasxod qiladi 100 ga. 100 ga. Albatta. 7,5 ta. 7,5 ta rasxod qiladi. Bu nagruzkada yurganda, o'zi ko'tarib turishlarini hisobga olib qo'shganda 7,5 ta. Undan buyog'iga nagruzkasi ancha rasxod qiladi, holatda. Albatta. Katta 4 silindrlari bor Iqboljon aka. 12 ta ichardi 100 ga. Ularimiz tugadi. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar aloqachi ko'rasizlar. Benzinli haqiqiy pul topar motorlar. Endi mana bu yoqda buni faqat Iqboljon aka benzinli minib yurgan. Nima desa bo'ladi? Shuni misol
tirikchilik qilib foydalanib yurgan odamlarimiz o'zi materialga tushunsa bilishadi, ko'rganda sifatini, kafolatini ko'rganda o'zi yoki kelib tekshirib minib ko'rganda bilishadi. U kafolatlargacha yozib beriladi. Gap yo'q. Mana bu yoqda Samasval varianti Iqboljon aka, mana 2,5-3 tonnali. 200 kubli. 100 kilometrga 5,5-6 litr rasxod qilingan ekonomik samasi bor. 100 kilometrga 5,5-6 ta. Albatta mana. Bu yerda avtomatlashgan mana Iqboljon aka ko'rsatib o'tasiz. Mana bu yoqda o'zini knopkasi mana ko'tarib tushiradigan. Mana o't qo'yamiz yo joyimiz sal torroq. Bemalol ko'rib tekshirib olishlari mumkin. Zapas balon dankal kuchlama yo'q bor. 30 million so'mdan. 30 million so'mdan yetkazib beramiz Iqboljon aka. Gap yo'q. Samasvallar. O'shanda bemalol qancha yuk ag'daradi shunda bu? 3 tonna yuk ko'tarib ag'darib tushiradi. Ustidan qiynalmay ag'daraveradi. Albatta. Bemalol ko'tarib tushiradi. Shular muammo yo'q. Mana panjaralarga teshib ketilgan, zavod suvi qilib bo'lgan. Mana bunaqa qo'shimcha panjara qo'ygan. Albatta qo'shimcha nimalar qilib ketilgan. Keyin modelni oldida bitta ko'rsatib o'tasiz. Yangicha bu 2025 dizaynerlar oyoqlarini ham to'sadi. Zashtilarigacha bor, mana oldida. Mana ularda zashtilarigacha qo'yilgan. Faralar nimalarigacha, oldin laboy qismlarigacha qo'yilgan. Istalsa, pol kabinali qilib berishimiz ham mumkin. Xohishga qarab, xohishlariga qarab. Pol kabinasi narxi ozmoz o'zgaradi. Iqboljon o'z kanalimiz o'zgarmaydigan qilib beramiz. Shu narxda. Iqboljon aka shu narxda qilib beramiz. Pol kabinani padarga qilib beramiz. Zamin savdo markazida shunday bonus. Gap yo'q. Endi mana bu yoqda mana Iqboljon aka 4 ta faralisi. Ana bu yoqda ikkita materiallarda 4 tadan 5 tadan maqtanish ko'p bo'ladi. Endi hozir yuzlarga ham albatta 4 tadan qo'shimcha faralar qilganlar bo'ldi, xudo xolasa. Bolt razmeri 220 ga 140. 220 ga 140. 200 kubli. 200 kubli ana. Benzinli Zongshen, hammasini motori bir xil. Zongshen motor, faqat nomida endi bilasiz, nomida o'zgarishlar bor, lekin motor qismi bir xil. Rasxoti ham bir xil bo'ladi. Bu Samasvalsiz variant. Oddiy. Samasval 26 million so'mdan bu modellarimizni 26 million yetkazib, xudo xolasa mijozlarimizga olib borib topshiramiz. Gap yo'q. Ana, hurmatli obunachilar, 26 million so'mdan yarasa, xudo xolasa garantiya talonlarini ham yozib beriladi inshaalloh. Buni ichida shu pasportlarni tashasa onlayn nomiga rasmiylar shot faktorlarini yozib beramiz. Muddat o'rniga xarid qilib olaman desa, muddat o'rniga qilib beramiz. Xudo xolasa bu yo'nalishlarimiz, bu holatlarimiz bor bo'lajonaga. Inshaalloh. Bemalol endi mijoz zamin savdo markazida keng, xudo xolasa, hani foydalanishga misol nima desa bo'ladi. Ko'p mijozlarimiz 10 million, 12 million pulim bor deb telefon qilib holatlar ko'p bo'lardi. Qilib berolmasdi. Endi xohlasa bemalol qilib beramiz. Gap yo'q. Bemalol xudo xolasa aloqaga chiqishlari mumkin. Endi benzinlarimizni tog'li joylardami yoki misol chekka joylarda misol foydalanaman degan mijozlarimizga benzinda faqat 80 yaxshisini kuysa bu benzin tanlamaydi. Bemalol xudo xolasa foydalanish ko'p yillar yaxshi ishlaydi. Albatta. Gap yo'q. Ana hurmatli obunachilar, Zamin savdo markazida benzinlini bizga kattasi bas, kichkinasi kerak degan obunachilarga unaqangi kichkinasi ham sotuvda ekan. Mana sizlarga ko'rsataman, oldinda ko'rdim. Mana hurmatli obunachilar, bizga katta 1 tonna, 2 tonnalik kerak bizga. 300-400 kiloli chirog'i kerak. Benzinli bo'lsin, lekin avtomatlashgan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana kilo 400 kilo yuk ko'taradigan benzinli mana kichkinalari ham sotuvda ekan. Narxi 18 million so'mdan va O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ichida xohlasa kelishtirib olib borib berishadi inshaalloh. Mana 18 million so'mdan. Aloqaga chiqarasizlar. Undan tashqari benzinli har xil turlari bor. Endi xohlasa aloqaga chiqarasizlar. Benzinli turli xil benzinli motorlar undan tashqari valida qishloq xo'jalik texnikalarini ham sotuvga yo'lga qo'yishdi. Xohlasa qishloq xo'jalik texnikalari ham o'zlari birinchi qo'l olib kelishni boshlabdi. Aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'l tumani Zamin savdo markazidan bo'ldi. Inshaalloh aloqaga chiqarasizlar. Ekranda ko'ringan raqamlarda va Telegram, WhatsApp bor, onlayn, offlayn savdolar mavjud. Xohlasa shuning bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashishga o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Zamin savdo markazidan shunaqa yangiliklar o'tkazib olmoqchi uchun kanalga obuna bo'lib, podpishka qilib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.